Lamin Yamal uchun mavsum o'z nihoyasiga yetdimi? Menimcha ayni paytga kelib ko'pchilikni mana shu savol qiziqtirayotgani aniq. Celtaga qarshi o'yinning 40-daqiqasida Lamin Yamal yiqitiladi, penalti ishlaydi, penaltini ijro etadi va gol kiritganidan keyin nishonlash o'rniga u qo'li bilan murabbiylar shtabiga qarata uni zaxiraga olish kerakligi haqida ishora beradi. Va Lamin Yamal zaxiraga olinganidan keyin ispan matbuotida shu jumladan Partidazo Cope nashri Lamin Yamal penalti ijro etayotgan paytda chap oyog'ining son qismi, ya'ni ortki qismidagi mushagidan jarohat olgani, mushak uzilgani, yirtilgani haqida yozilmoqda va ertaga do'stlar u aniq Barselonada tibbiy ko'rikdan o'tadi va Barselona Lamin Yamalning jarohat darajasi va qanchaga safdan chiqqani haqida aniq ma'lumotni beradi. Partidazo Cope nashri bizga birinchi taymdan keyin Lamin Yamal aynan kiyim almashtirish xonasiga yo'l olganida tibbiy ko'rikdan o'tgandan keyin berilgan xulosani taqdim etyapti. Lekin Yamalga aniq tashxis ertaga qo'yiladi. Buning uchun Barselona mutaxassislari, ya'ni Barselonaning tibbiy shtabidagi doktorlar uni MRT tekshiruvidan ham o'tkazishi kerak bo'ladi. Undan keyin Barselona o'zining rasmiy sahifalarida Yamalning jarohati borasida, balki umuman jarohat yo'q bo'lishi ham mumkin, rasmiy bayonot bergandan keyin biz aniq ma'lumotga ega bo'lamiz.